7-8 kundan boshlab bularga suv bilan doni yonida tursa bo'ldi ekan. Shlaka blogi ham qo'shib yuborar ekan bo'lmasa. Vahshiy tez katta bo'lar ekan. Buni ko'ring-da. Qarang, qanaqa o'zgargan. Anchagina katta o'zi. Qanotlari chiqdi. Oqlari tez katta bo'lar ekan. Oq baribir brollerlikka borar ekanda, bu qarang. O'zi patlari oqarib. Ularni ko'ring. Yemi shu tugab bo'lmasa ela bo'ldi ekan. Vach. Bittasi yemni ichida ham bo'sh qoldi. Yemni ichida ham bo'karga olmadi ekan. Ha, bu o'smay qoldi-da bu. Juda ham tez katta bo'lar ekan. 5-kunlardan o'tgandan keyin o'sha bilinyapti, o'sha qanaqa darajada tez katta bo'lar ekan. Yemi yaxshi yemlansa bo'ldi ekan. Yemi haqida juda ko'pchilik so'rovdi. Mana yemi juda ham mayda bo'lar ekan. Buning ichida ashlari bo'yicha shu brollerda yemi qanaqa pishirilsa, xuddi shunaqa asosda pishirilar ekan. 1 kilosi 8 mingdan sotilar ekan buni. Nasib bo'lsa 15 kundan keyin arzonroq yemga o'tamiz. Birov tavsiya berdi buni. Arzonroq yemga o'tmasa, bu bizni ham qo'shib yeb qo'yadi, cho'ntakka zarar keltirishni boshlaydi. Lekin qochib yurishdi. Mana qarang. Katta bo'lib qolgani bilinyapti, o'zi ko'z tegmasa.